Yurtlar, hammaga assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun navbatdagi ko'mirqotil o'tirgan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz bizlarga 10 kun oldin, 15 kun oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga Noviki ketgan bo'lsa, hamma ishlarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Bu xonadonimizga 35 million 700 ming so'm chiqdi. Injiniy zamonaviy batareyalarni yaxshi sanakka o'rnatib berdik. Kimga shuningdek xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Shu yerdan yurtdan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni ayamaylar. Bu xonadonimizga 125 tane batareya ketdi. Yurtdoshlarimizni uy egasi bilan maslahatlashgan holda aynani tayindan o'tiradigan bo'ldi. Podachirbatgan, yana hammasi akkuratli bo'lib chiqqan. Ko'rganlaringizdan kimga shuningdek xizmatlarimiz kerak bo'lsa, nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Yana batareyalarimiz ham hammasi zakonli ishlab turibdi. Yana ishlatib, yana hammasini pastdan o'tirganmiz yana. Shu uydan yurtdan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringiz ayamanglar. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan kotelimizni ko'rsatib bo'lsak, bu yerda kotelimizni, batareyalarimizni yaxshisidan qo'yganmiz. Avvalgi o'zlarimizni duralimin batareya bizaniki 50 ga 80 edi, bu yerda 50 ga 100 ni qo'yganmiz. Qalinligi 10 sm bo'ladi. Shuning uchun uy egasi men bir marta uzataylik, yaxshi etib uzating degani uchun qo'ldan kelgancha akkuratni etib chiqarib berdik. Yana hozir sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan kotelni ko'rsatib o'tsak, kotelimiz ham ishlashlari, sifatlari zo'r. Garajini o'rnatib berganmiz. Xudo xolasa yana garajini ham boqlanib pastda qo'yib, suv samoqini o'ngaylatib, yana kotelimiz ham ko'rib tursalar, bypasslarni qo'yib, nosozlarni qo'yib, hamma o'zini qo'yib ishlatib, kafolatini berganmiz yana. Kotelimizni azonda soat 10 da yaqqanlari yana o'zindagi qolgan ko'miri taxminan 10 kilodan ziyod, plus minus 10 kilodan ziyod, 12 kiloda ko'mir sag'allari shuni bilan samotiv holatda ishlab turibdi. Hech to'qa qo'shilmagan, hammasi normal holatda ishlab turibdi. Endi sizlar bilan uy egasini fikrini eshitib o'tsak, Xudo xolasa bu manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Xorazm viloyati Shovot tumani O'zbekiston kolxozi ber. O'zbekiston deb aytiladi. O'zbekistonning eng to'g'ri Shovotni Turkman bilan chegara yeri. Xudo xolasa, siz qarang, atablina ko'nglingizdan chiqdimi? Nov kamislari bor aga. Aytilgan vaqtimda bitirib berdimmi? Endi shu atablinaga 1 yilgacha garantiya. Xudo xolasa nov kamisi bo'lsa, bemalol telefon ursangiz, qo'ldan kelgancha kelib, shundaylar uzatib berib chiqib ketaman aga. Ko'rib tursalar, yana ham yeringiz qizdi axir. Ham yerini yana yoqib qizdirib topshirdilar. Yana nasib etsa, bir O'zbekiston, Shovotni O'zbekiston Turkman bilan chegara yeri. Kelib ko'raman desangizlar, yana uyni manzillarini aytib o'tdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.